توكل بقى خلاص ماشي بكر بوري خلاص اسمه توكل شمال شركة بتسكت شركات توكل وضع السلام عليكم. وعليكم السلام. Keling para aka o'tiring. Qandaysizlar yaxsizmi? Shukr, yaxshimisiz? Joningiz joy, baxay bo'lsin. Chavkini ustiga o'tiring, bega keling, bega. Men aytdim qay bir o'ylab chavkimda. Yo'q, chavk emas. Buni o'rta qo'yibsiz ekan. Endi ko'rishmalar hisob. Yaxshimisiz? Joningiz joy, baxay bo'lsin. Sog' salomsiz. Shu Wi-Fi sho'zaman. Shegan. Sabr mana. O'tiring. Boshqaramizmi inshaalloh? Shukr. Baxay bo'ling, salomat bo'ling, Palvon aka. Xayrlik edi. Xayrlik. Yopiq do'stmak zamorat Eronda qaysi tayinlayapti, xo'p? Xo'p. Bilan 30 qayta men o'tiyo qildim. Mutiyo aytganday. Men yoddan chiqib ketadi. Qo'ysam jab ketdi. Alu deyman xolos bo'ladi. Xo'p. Oxir shunda bir tane o'tiyo so'radim. Ular aytdi, "Aloga bor, xona bor, qolay o'tadi, dedi, internet bor, Wi-Fi bor" dedi. Aytdi, "Shirkat tijoratiy panavorona shart bor" dedi. Hazır bakayım, avcı sakın onu ko'rtirib, telefonga ko'rsatib, nima qiladi, do'stlar bilan gapirdi. Aytdim, shu men bo'lsa, qayerga boray, qayerga qancha yaxshisi bo'ladi. Xo'p, yaxshi qilding, xush keldingiz. Salomat bo'ling, xayr bo'ling. Mana men shu do'stlar bilan ko'rintirib qilib gapirishtirib bering-ku. Xo'p, bo'ladi. Telefoningiz kelganda men jo'natib beray sizga. Unda bo'lmaydi xo'p. Katta telefon bo'lsin bu. Ha, bu telefonga bo'lmasa, men bir hamzorim bor. Xo'p. Aya qo'shmay maydonga o'tiribdi. Katta telefoni bormi? Bor, sim kartı yo'q bor. Sim-kort zarurati yo'q bunga. Ha. Shu faqat kartni beraman, borib tablisiz gaplashasiz. Bir sim kart ham ish beradi. Men sim-kort ish beradi. Bu Wi-Fi panovorani sharti bor. Wi-Fi xulosa shu sim-kort zarurati yo'q. Bular qancha yaxshi ekan. Ya. Bering mana men maqlay olib boray, shu do'stlar paysa tayyorlab paysani olay. Bo'ladi. Mana shu 1 GB beraman, 10 kun gapirasiz, 10 kun. Yo'q. 1 GB ko'p yaxshi sirati bor. Bilek ko'zim. Beg'am gapiring. Bu necha rupiya bo'ldi? Buni 40 rupiyadan. 40 rupiya. 40 rupiyaga 10 kun ish gapirishayman. Bale. Bovar qilganiga men 100 rupiyaga o'tib qoldim. Anidan xolos o'qib qoldim. Yo'q. Vallahi 40 rupiyaga bo'ladi. 40 rupiyaga 10 kun gapirsa. Bola qancha yaxshi. Raqamga qo'shmay telefonga qayerga boraman? Bo'ladi. Sapni gapirishaydi. Bo'ladi. Boring gapiring.